Xitoy Uyg'urni tüp yiltizdan yo'qotish uchun qirg'inchilik siyosatini ippamoqda. Uyg'urga nisbatan. Men buni ishonchlik aytalaymanki, chunki biz Sharqiy Turkiston deb vatanimizning itini hatto Uyg'uriston deb atmay, boshqa millat, Turkiy millatlarni ko'z tutib Sharqiy Turkiston deb atadik. Lekin bizning vatanimizdagi boshqa millatlar biz o'xshash qirg'inchilikka uchramayotdi. Agar ular haqiqatan qirg'inchilikka uchragan bo'lsa, ular allaqachon o'zining stavnlariga yenib ketadi. Buning bir misoli 1871-yili xatolashmasam, Tazabek xon boshchiligida 100 ming qozoq Qozog'istondan bizning Eli viloyatiga qechib podsho Rossiyasining zulmidan qechib borgan. Shu vaqtda bizning Alaxon sulton shu 100 ming qozoqni mening musulmon qarindishim deb qanoti ostiga ilib himoya qilgan. Rossiyaning talibi bo'yicha qaytirib bermagan. Men musulmon qarindoshlarimni qaytirib bermayman deb. Shuni bani sabab qilib Rossiya bizning Eli sultonligini yo'q qilgan. Mana shu 19-asrning oxiridan tortib, mushu kamgacha qarindosh qozoq xalqi bizning vatanda yashab kelmoqda. Agar qozoq va boshqa turkiy xalqlar haqiqatanmi biz o'xshash qirg'inchilik uchirgan bo'lsa, ular u yerda tumatdi, ular o'zlarining vatanlariga qaytib ketadi. Biz nimishkuda anglmayapmiz. Bir ikki voqea bo'ldi. Qarindosh xalqlardan şehit bo'lganlar. Uningdan keyin biz anglamadik ularning şehit bo'lganligini. Turmalarda biz o'xshash qiynalayotganligini anglamadik. Xitoy Uyg'urni yo'qotishni burun maqsad qilgan. Sababi biz Sharqiy Turkistonning egisi biz, zaminning egisi biz. Shuni maqsadli holda Uyg'urni yo'qotib, Şinjan Xitoyning bo'linmas bir qismi degan siyosatni yurgizib, bizning zaminni o'ziniki qilmoqchi. Albatta bularning razil siyosati amalga oshmaydi. Chunki biz tarixda necha qitim jumhuriyatlarimizni qurgan, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini, Uyg'ur qaqanligi, Qaraxoniylar, Turpan Idiqut xonligi, Qashqariya badavlat, Yoqubbek badavlat qurgan davlati, Altishahar davlati, Eli sultonligi, mana shunga o'xshash davlatlarni biz tarixda qurib kelgan. Bu yana bir qitim Uyg'urning zimini ekanligini isbotlaydi. Shuning uchun bizni Xitoy maqsadli holda yo'qotmoqchi. Sababi bizning geografiyalik jihatdan hamma tarafdan qo'laylik, yerimiz munbat, ya osti ya usti boyliqlarga to'lib tashqan. Mana shuni ko'zda tutgan holda Şinjan Xitoyning ajralmas bir qismi deb Xitoy jo'lib butkul dunyoga jar solmoqchi. Lekin biz mana hozir irqiy qirg'inchilik beriyotdi kommunist Xitoy deb butkul dunyoga jar solishimiz kerak. Demokratiya, erkinlik, inson huquqlari, diniy erkinlik deganlarni to'xtatib turaylik. Biz haqiqatanmi bir genotsid, ya'ni irqiy qirg'inchilik, Uyg'urni maqsadli holda yo'qotish planini beriyotganligini biz butkul dunyoga yetkazishimiz kerak.